Assalomu alaykum, sahiy kargo aziz o'quvchilar. Hozir men sizlarga Tabo programmasi registratsiyadan o'tishni o'rgataman. Buning uchun biz Tabo programmamizga kirib olamiz. Mana programmamizga kirib oldik. Hozir programma ochilib registratsiya joyiga o'tadi va biz yerga telefon nomer kiritib registratsiyadan o'tishimiz kerak bo'ladi. Mana bu aranjli tugmani bosamiz. Chot avtomatik joyiga o'tmadi. Aranjli tugmani bosganimizdan keyin mana xuddi shunaqa oyna chiqib keladi bizda va biz mana bu galchkani birinchi o'rinda yoqib olamiz. Va mana bu yog'iga telefon nomeri kiritamiz. Keyin mana bu aranjli tugmani bosib qo'yamiz. Shunda hozir menga SMS keladi. SMS kiritganimdan keyin Tabo programmasi o'zi avtomatik ochiladi. Va mana kodni kiritdim. Programma o'sha registratsiyadan o'tdi. Mana yangicha holatda o'tdi, chunki eski akkauntimdan chiqib ketganim uchun bloklab qo'yuvdi. Boshqa nomer kiritib registratsiyadan o'tib hozir biz mana shu tugmada turibmiz. Endi bu yerga biz manzil kiritishimiz kerak. Buning uchun mana bu настройка tugmasini bosamiz ustiga. Shu настройка tugmasini ustiga bosib kiramiz. Xo'p, bu yerdan endi birinchi Xitoy mana bu turgan Xitoy yozuvini ustiga bosamiz. Va bizda mana bunaqa yozuv turibdi. Hozir bu yerga men kirsam, O'zbekiston bo'lib mamlakat chiqib qoladi. Buni настройкаdan to'g'rilashimiz kerak. Mana bu O'zbekiston degani. Buni настройкаdan to'g'rilashimiz kerak bo'ladi. Oldin bu shart emas edi, programma yangilangan bo'lgani sababli shunaqa qilishimizga to'g'ri keldi. Mana bu tugmani ustiga bosib olamiz va mana bu tepada joylashuv belgisi turibdi. Mana shu tepadagi joylashuv belgisini ustiga bosamiz. Ay, tepasi tushib ketdi. Mana shu tugmani ustiga bosamiz. Va mana shu yerdan Xitoy materiki belgilaymiz. Esingizda bo'lsin, Xitoy materik ikkinchi qatorda turadi. Shuni esingizdan chiqarmaylik, ikkinchi qator turadi. Mana shuni ustiga bosib, mana bu oranjli tugmani bosamiz va o'sha Xitoy materik tanlanadi bizda. Endi biz mana bu dumalochaga o'tib, boyaga yetgan настройка joyimizga kiramiz. Mana shu настройка tugmamizga kiramiz. Yerga kirganimizdan keyin o'sha Xitoy materik o'zi avtomatik turgan bo'ladi. O'zbekiston chiqib qolmaydi. Mana shu yerda bosamiz. Mana bu birinchi tugmani bosdim. Nimagadir boshqa kirib ketib qoldi. Keyin mana bu oranjli tugmani bosamiz. Mana chiqib keldi. Endi sahiy kargo adminlari tomonidan buni belgilamaymiz. Tak, yopamiz. Sahiy kargo adminlari tomonidan berilgan ID raqamni kiritamiz. Kirib Xo'p, mana men Telegram sahifamga kirib oldim. Endi bu berilgan ID raqamni kopirovat qilib olib, programmaga qaytib kiraman. Bu programmaga kirganda o'zi avtomatik to'ldiriladi. Nimagadir telefonim qotyapti. Mana programmaga qaytib kirganda mana shunaqa yozuv chiqdi va men oranjli tugmani bosaman. Bu avtomatik to'ldiriladi. Mana to'ldirildi. Endi mana bu birinchi qatordagi Asomiddin degan yozuvni tepaga ham yozib qo'yishim kerak, sababi meni tovarim kelganda beskod kelib qolmasligi uchun. Yozuvni ustiga bosib turib kopirovat qilib olaman. Mana bosam kopirovat bo'lardi. Kesib qo'ydim. Bu yoqqa qovusni ochib, kopirovat qo'ygan yozig'imni qo'shib, qovusni yopib qo'yaman va mana bu yoqdagi oranjli tugmani yoqib qo'yaman. Mana bu tugmani yoqib qo'yaman. Surilib ketib qoldi. Xo'p. Keyin mana bu pastdagi oranjli tugmani ham ustiga bossam, o'sha manzilim saqlanib bo'ladi. Saqlanib bo'lgandan keyin uni sahiy kargo adminlariga skrinshot qilib tashlayman. Manzil kiritdim, tekshirib bering deb tashlayman. Mana biroz kechroq ko'rsatdi, sababi telefonim qotib qolyapti. Juda eskirgan yozayotgan kamligi shunaqa deyaptimi? Tahrirlashga kirib qarasam, mana xuddi shunday saqlanib qilgan o'zim shunda turibdi. Endi ikkisi bosib chiqib ketaman va shuni saqlanib qilib olib, sahiy kargo adminlariga tashlayman. Bo'ldi, mana o'sha viza karta kiritildi. Endi bemalol menyuga o'tib, zakazlarni tanlab, bemalol zakaz qilsam bo'ladi. Xo'p, mana bu vodolaska bo'lsa kerak, shunga kirib, buni reytinglarini ko'raman. Mana vodolaskaga kirib reytinglarini ko'raman.
Mana buni reytingi bu yerdan ko'rinadi. Mana 1000 tadan oshiq odam sotib olgan, 1000 tadan ortiq odam. Endi pastga tushamiz. Mana bu yerda kommentariyalar yozilgan. 200 ta kommentariya bor. Mana bu yerda bosib turib, kirib, otsivlarni ko'rib chiqsak bo'ladi. Mana otsivlar yozilgan, живой rasmlar, videolar joylangan oluvchilar tomonidan. Buni bitta-bitta tekshirib o'qib chiqamiz. Kimlardir переводчик bor, переводчик orqali tarjima qilib o'qiydi. Masalan, men Google Translate orqali skrinshot qilib o'qiyman. Menga shu udobniyroq. Chunki переводчик telefon, programma telefonimni qotirardi, shuni ham qotyapti endi. Mana o'qib chiqamizdan keyin mahsulotni mana bu oranjevый tugmani bossak, hozir 1 minut. Mana bu oranjevый tugmani bossak, hozirgi menyu ochiladi. Mana qora rangidan endi qora rangi ham ikki xili bor. Mana o'ta issig'i bor, olovli rasm turibdi, ichi qalini bor, ichi shunchaki oddiygina mexligi bor. Keyin pastda bolani bo'yini uzunligiga qarab santimetrlar yozilgan. Shu santimetrlarni tanlab, masalan mana menda 150 turibdimi? Shuni tanlab, endi korzinkamga o'taman. Va mana bu yerda menda koshelok belgisi turibdi. Shu koshelok belgisini ustiga o'tab, Visa karta kiritaman. Credit Pay degan ustiga bosaman. Kiritganimdan keyin hozir ochiladi. Mana ochildi. Endi mana bu yoqqa kartam serial raqami, ismim, mana bu yerga CV raqami, adashmasam mana bu yerga amal qilish muddatini so'rardi. Xo'p. Keyin bu to'ldirib bo'lganimdan keyin mana bu oranjevый tugmani bosaman va o'zi avtomatik kartamda pul yetarli bo'lsa zakaz uriladi. Zakaz urish jarayonida bir narsaga o'ta ahamiyat berish kerak. Mana pastida galchkani har doim o'chirib qo'yinglar deymiz. Mana shu galchka hech qachon yoqib qolib ketmasin. Mana shu galchkani o'chirish esdan chiqmasin. Xo'p, videomiz tayyor. Aytganimdek Visa karta kiritib mana shu oranjevый tugmani bosilsa, zakaz uriladi. Visa karta kirish jarayoni baribir ko'rinmaydi. Mana debit kart, xohlaganlar Alipaydan, Google Pay degani ham bor ekan. Hop, buni ham ochib ko'rishim kerak ekan. O'quvchilar har xil narsadan to'lov qilib, har xil narsadan zakaz urish yaxshi ko'rishadi. O'shaning uchun hamma narsani o'rganib chiqib, video darslik qilib chiqishga qo'ldan kelgancha harakat qilaman. Hop, shu bilan darsligimiz tamom. Xayr, salomat bo'linglar.